Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugungi videoga xush kelibsizlar. Bugungi videoda sizlar bilan birgalikda Minecraft 1.26 versiyasini obzorini qilamiz. Biz birinchi o'rinda zombilarni yo'qotishimiz kerak. Mirniga qo'yamiz. Xo'p. Kanalimga obuna bo'lishni va mana shu videoga like bosishni unutmanglar. Biz boshladik. Xo'p, birinchi o'rinda biz inventarni birinchi obzorini qilib o'tamiz. Inventarni tuzilishida yangilanishlar yo'q. Bloklarni ko'rib chiqamiz va bizda yangi diver, ya'ni eshiklar paydo bo'lgan, qo'shilgan. Va yana bizda yangi reshotka deydi buni. Reshotka deymiz. Bizda biri faqat bitta dona temirli bo'lardi va hozir juda ham ko'p qo'shilgan. Xo'p, yana pastroqqa tushamiz. Bloklarda o'zgarishlar bor. Rudalar joyida, daraxtlarga yangi o'zgartirishlar kiritilibdi. Yangicha daraxt qo'shilibdi va ovqatlar ko'rib turganinglardek o'qlar. Hop, mana bu yoqda yangicha qurol. Bu eng kuchli qurol deb aytilgan, ya'ni eng kuchli. Hali buni sinab ko'rmadim. Bugun sinab ko'ramiz sizlar bilan birgalikda va yangi mana buni bilmadim nima ekanligini. Egarmikin bilmadim. Hop, mana bu yerda qoplar qo'shilgan. Bu qoplar nima vazifani bajaradi desanglar, men hozir buni ko'rsatib o'taman, qanaqa vazifani bajarishini. Va bu mishuk, buni ochamiz va buni ichiga solamiz. Va yana bu joy egallamaslik uchun qilingan juda ham qulay narsa mishuk. Hop, buni qo'yib turamiz va yangi bizda kompas ko'rib turganinglardek mana ko'ryapsizlar, kompas qo'shilibdi. Bu yerda damlamalar, bu yerda bu 1.20 da qo'shilgan arxeologiya buyumlaridan biri. Bunda har xil ko'zalarni topishimiz mumkin edi va bizda qor juda ham kuchli, mana ko'ryapsizlar. Sizlar ko'ryapmiz va o'yin ovozini pasaytiraman. Hop, mana otdik. Ya'ni bizda yana shunday o'zgarishlar bor. Bironi ekan bu. Hop, buni qanday taqiladi? Buni tushunmadim. Hop, keyingisi yana nima o'zgarishlar kiritilgan va bunday bizda polka bor ekan, buni sinab ko'rdim. Hop, buni mana bu yerga qo'yasizlar va har xil buyumlarni qo'yib qo'ysanglar bo'ladi. Juda ham qulay. Ya'ni qurollarni qo'yib qo'ysanglar bo'ladi, konga kiraverish yo'laklariga va boshqa uyga kiraverish va boshqa joylarga ham qo'yib qo'ysanglar bo'ladi. Va bizda mana bunday palka, ya'ni olovli dunyoni maxluqlardan tushadigan mana bunday yangicha tayoq qo'shilibdi bu yerda va bizga mana bunday narsa mana qarang, yangicha hayvonlar, maxluqchalar. Hop, bizda yangicha bosh kiyimlar yo'q hozircha. Bizda ya'ni mana bu nima ekan? Baliq, ya'ni bu baqani, ya'ni nima deydi? Bolasi-da, tuxumdan chiqadigan yangi bolasi deydi. Mana shu narsa. Bunaqa qo'shibdi it baliq. Endi xalq tilida it baliq deyiladi. Hop, mana bunday qayiqlarga o'zgartirishlar kiritilmagan va bizda yangi o'zgartirish bor, ya'ni bu juda ham yangilik. Ya'ni mana bunday birkalarni biz topishimiz juda ham qiyin edi. Ya'ni bularni biz mana bunday suvlardan qarmoq tashab, baliqlar va boshqa narsalarni qo'lga kiritishimiz mumkin edi va bunday birkalar ham tushish ehtimoli bor edi. Lekin hozirgi yangi o'zgartirishlarda bu birkani biz verstak orqali yasashimiz mumkin va juda ham oson buni yasalishi. Hop, yana qanday o'zgarishlar bor va tez ko'rib o'tamiz va
keyingisida alohida to'xtalib o'tamiz bular nimaligini. Mana bunday kalitlar qo'shilgan. Bu kalitlarda open case qilinadi. Open case qiladigan narsalari bor. Bunda open case qilinadi va yana qanday o'zgartirishlar bor va hop, arxeologiya buyumlari va mana bunday qog'ozlarga ko'rinishini o'zgartirishgan. Hop, yana bloklarga o'tdik, bularga o'tdik, buyumlarga o'tdik. Bizda tuxumlar bor edi. Bu tuxumlarni hozir ko'rib o'tamiz va bunday mana yerlarni turi ko'paygan. Mana bunday nima deydi? Maxluqchalarni chiqar. Mana bunga kalit solinadi. Mana o'tirib ko'rsam har xil buyumlar tushish ehtimoli bor bunda. Mana shunga boyagi kalitni tiqsanglar narsa beradi. Va bizda Ender Dragonni tuxumi, bizda yangi maxluqcha Gast, nomi Gast ekan. Hop, tuxumlarni ko'rinishi juda ham o'zgargan va bu biz uchun juda ham foydali. Chunki biz tuxumlarning nomini o'qib qiynalib o'tirmaymiz va buni ko'rinishidan buni o'zimizga olamiz. Mana pandaniki bor ekan. Panda qorli joyda tug'iladi. Mana ko'rinishi har xil bo'ladi. Bolasiniki mana turi ko'p. Mana pandalar ko'rib turganinglardek va yana tuxumlarni ko'ramiz, qanday tuxumlar bor ekanligini. Hop, bizda sigirmi bu? Qarova, sigir, jo'ja, yana boshqa hayvonlar bormi, yo'qmi? Hozir buni aniqlab olamiz. Mana bunday yangi ko'rinishdagi nima balodirlar. Hop, bularni ham ko'rib ko'ramiz va bizda baliqni ko'rinishi o'zgaribdi va bizda mana bu suvda yashovchi maxluq va bu yerda yana bitta suvda yashovchi maxluq qo'shilgan. Bu shilla qurtmi? Shilla qurt. Bu nima ekan? Bu ham suvda yashovchi maxluqchalar. Bu ham unda tez ishadigan baliq. Bizda baliq, panda, sigirlarni ham ko'rinishi o'zgargan. Mana bunday tovuqchalarni ko'rinishlari bor. Mana jo'jalarni ko'rib turibsizlar. Bolalariga ham o'zgartirishlar kiritilgan va bu juda ham yaxshi tarafga o'zgaradi va bizda tuxumlarni joyiga qo'yib qo'yamiz va yana boshqa tuxumlarni ham ko'rib o'tamiz sizlar bilan birgalikda. Hop, tuxumlarimizda yangicha hayvonlar bormi? Hozir buni tekshiramiz. Yangicha odamchalarmi bular? Bunday narsa, bunday nima balo bu? Hop, bularni ko'rib o'tamiz nimaligini. Ko'rinishi boshqacha ekan. Menimcha bular qanaqadir maxluqchalar bo'lsa kerak. Bu ana chumoli yeyuvchi. Sotuvchi. Va mana bu tuya. Bu ana unaqa tuya ekan, ya'ni maxluqlik tuya. Biz mana buni yoqib qo'yishimiz kerak ekan, chunki bizga kerak. Merdadan normalniga o'tkazamiz. Va bizda mana bu ishlashi kerak endi. Bu suvda yashovchi katta maxluq bu bor. Pastga yo'qol. Bu yerda bizda odamning asabiga teguvchi maxluq ham. Bu nima balo edi? Bu nima bu? Nima bu? Qiysami bu? Yaysi prize endermenita. Va yangi o'zgartirishlarni ko'rdingiz, tuxumlarga qo'shilganini. Va bizda nastroykalarimizda ham ko'p o'zgarishlar bor. Mana shunday chiroqlarimiz uchun ham o'zgartirishlar kiritilgan. Mana ko'rib turibsizlar, turini ko'paytirib qo'yishgan. Mana yonishini ko'rib turibsizlar va buni yonishi rangida farqli ekan. Buni yonishi sal mana
ko'ryapsizlar nimalar bo'layotganini. Hop. Bularni ham yo'q qilib olamiz. Boya eslatib o'tganimdek, kanalga obuna va mana shu videoga like bosishni unutmanglar. Like bossanglar videolarning soni chiqishi ko'payadi. Hop. Bizda yangi o'zgartirishlardan mana bunday bosilmadi. Mana bunday golem maketi, ya'ni bunga menimcha mana buni qo'yib qo'ysa kerak. Nimaga bu ishlatilinadi tushunmadim. Nima vazifani bajarishini. Men ham endi kino o'tkazdim va sizlarga ko'rsatib o'tyapman nimalar borligini va nastroykasi bilan tanishib chiqdim buni. Nastroykasini bilaman. Mana bunday nima qiladi, nima vazifani bajaradi. Hop. Bizday yangicha narsalarni hozir ko'rmadim. Va biz endi nastroykaga qarab yo'lga otlandik va nastroykada ko'rib turibsizlar. Ko'rinishi o'zgargan. Mana ko'rib turibsizlar. Bizda klavish mishkalarni, harflarni, ya'ni knopkalarni o'zgartirish imkoni bor mana. O'zgartirish imkonimiz bor. Buni PlayStation yoki kompyuterda o'ynaydiganlar bajarsa bo'ladi. Mana ko'rib turibsizlar. Bu kompyuterda o'ynovchilarning joyi desa ham bo'ladi va gamepad bo'limiga o'tamiz va bizda bunda ham kompyuterda o'ynovchilarning, ya'ni PlayStationda o'ynovchilarning joyi. Hop. Kasaniya bor. Bu ayni telefonda o'ynovchilarning eng kerakli joyi va bu yerda biz mana bu bo'limda knopkalarni joyini o'zgartirsak bo'ladi va mana buni joylarini, razmerlarini katta kichik qilish imkoniga ega bo'lamiz. Hop, готово qilamiz. Mana ko'rib turibsizlar. Bu yerda kameraning chustительностini o'zgartirishimiz mumkin va biz buni o'zini o'rniga qaytarib qo'yamiz. Hop, bu yerda gashane kolobeni podvrozny trubi degan joy ekan. Bu yerda ham biz razmerlarni o'zgartirish imkoniga ega bo'lamiz va gruppa bo'limi ham bor. Bu yerda sizlar gruppa tashkil etishinglar mumkin. Va bizda общий bo'limida ko'proq internetga bog'lanuvchi, Wi-Fi larga bog'lanuvchi joylarni ko'rib o'tishimiz mumkin. Shriftlarni, prosmotrni ko'rishimiz mumkin. Mana har xil tushuntirishlar o'zgargan va bu yerda video tugmasida ham juda ham ko'p o'zgartirishlar kiritilgan. Bu yerda juda ham ko'p funksiyalar va klassический, karminiy, profil interfeysni turini o'zgartirishimiz mumkin. Skrytый ruka bu berkitilgan ekan va buni yoqamiz. Sizlar bilan buni sinab ko'ramiz. Mana. Ya'ni qo'limiz yo'q bo'lib qoladi. Bu qulaymi yo'qmi bilmadim. Qo'limizga qanaqadir buyum olganda buni ko'rib o'tamiz, qanaqa ko'rinishda bo'lishini va qo'limizda ham u buyum ko'rinmas ekan. Bu men uchun shaxsan noqulay, chunki qizig'i bo'lmaydi. Yana video bo'limiga o'tamiz va ana shu narsani o'chirib qo'yamiz. Ya'ni skrytый ruka, ya'ni открыть ruka yoqiq bizda skrytый interduktor tilim inglizchaga ketib qoladi, ruschani bilmayman, shuning uchun ma'zur taslar. Hop, yana bu yerda biz ko'rib o'tishimiz mumkinki, modifaktor masshtab interfeysni masshtabini o'zgartirishlar mumkin. Ya'ni mana buni o'zgartirishlar mumkin katta kichkina qilib. Mana 100% ga qo'yildi bu. Mana ya'ni o'zini o'rniga qaytdi do'stlar. Hop, yana video bo'limida drojeniy kamera bor va выбор kontura tugmasi bor.
Bu yerda bular nima vazifani bajaradi va bu yerda mana naklon ko'rib turibsizlar. Naklonning o'rnini ham foizini tushirib yoki kamaytirish imkoniga ega bo'larkanmiz. Xo'p, bu yerda biz zvukda muzikani baland qilib o'chirish yoki past o'zinglarga xohlagan foizga tushirib qo'yish imkoniga ega bo'lasizlar va bu yerda bular juda ham qulay tarzda joylashtirilgan. 1.26-versiyada juda ham qulay o'qib, nima vazifani bajarishini bilib, o'zinglarga qulay tarzda joylashtirib, nastroyka qilib olish imkoniyatiga ega bo'lasizlar. Xo'p, bu yerda biz modlarni qo'shishimiz uchun alohida oyna yaratilib qo'yilgan. Resurs oynasida va biz bu yerga qo'shilgan har xil modlarni o'zimizga o'rnatib olishimiz mumkin. Vibr resurs mana bu yerda yoqib qo'yishinglar mumkin. Nabor parametrov va bu yerda har xil modlarni o'chirish, yoqish, nastroyka va boshqa narsalarni amalga oshirishingiz mumkin. Va bu yerda har xil emotsiyalar bor va bizda bu yopiq va bizda mana bunday chatni nastroykalarda ham o'zgartirishlar bor. Mana ko'rib turganinglardek выключить звук va cheat emotsiya. Ya'ni bu yerda shriftlarni o'zgartirishingiz mumkin. Mana shriftlar har xil o'zgarishga kirityapti. Mana chap taraf pastda ko'rib o'tishingiz mumkin va biz o'zini shriftiga qo'yib qo'yamiz. Hop, chatning rangini o'zgartirish imkoniga ega bo'larkan ekanmiz va bu yerda mana har xil ranglar bor ekan va bu juda ham qulay o'yinchilar uchun. Va bugungi videoyimiz shulardan iborat edi. Menga videoni tomosha qilganingiz uchun va boyagina aytganimdek kanalga obuna bo'lib, videoga like tugmasini bosib qo'yishni unutmanglar va bu like obunalar men uchun juda ham katta motivatsiya bo'ladi va yangi videolarni tez joylab va sifatli video joylashda davom etaman. Sog' bo'linglar, ko'rishguncha sizlar bilan Abuzona.